Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisiz? Anchadan beri ko'rinmay qoldim, bilaman. Bugun sizga aytmoqchi bo'lganim, o'ziga bo'lgan ishonch shunchalik muhim qizlar, juda muhim narsa. Ya'ni qarang, siz mana shu inson bilan, o'zingiz bilan 100 yil, balki undan ko'p birgasiz, birga umr ko'rasiz, birga har xil voqealarni yashab o'tasiz o'zingiz bilan birga. Hamma joyda faqat o'zingiz, ya'ni hayotingizga kimdir keladi, kimdir ketadi, farzandlar 2 soat bor, 2 soat o'qishda, erta betda, xullas siz yoningizga hamma kelib ketadi, lekin faqatgina siz o'zingiz bilan doim birgasiz. Har bir nafas, sekund, hamma vaqtda o'zingiz bilan birgasiz va hamma yaxshi yomon voqealarni birga yashab o'tyapsiz. Lekin mana shu insonga, ya'ni o'zingizga ishonmaslik, kam ishonch bilan yashash bu nima degani? O'zingizga judayam ishonchingizni oshiring. Ya'ni hamma joydan o'tish kerak bo'lgan inson bu sizni hayotingizda, bu siz. Siz muhimsiz. Sizni hayotingizdagi muvaffaqiyat, yutuqlarga sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz balandligi juda ham katta rol o'ynaydi. Nimaga o'zingizga bo'lgan bahoyingiz necha, ishonchingiz necha desa, 7, 8, 9, 5, 3, 2 deysiz. Nimaga? Nimaga? Nima xalaqit beryapti? O'sha narsani hozir toping, yozing. Nima men o'zimni 100%, 110 deb baho qo'yishimga nima xalaqit beryapti? Nimaga prosta 10 emas, prosta yoki 100% emas? Nimaga kam? Men bilan nimadir ne to, ya'ni nimadir yaxshi emas. Mana shunaqa xayollarda yuramiz. Olib tashlang, bu umuman xalaqit beradi sizni rivojingizga, o'sishingizga, yutuqlarga erishishingizga. Faqatgina o'ziga ishonchi baland bo'lgan insonlar yutuqqa erisha oladi va tezroq yutuqqa erisha oladi. Hozir oyni muvaffaqiyatga programmalashtirish kursi davom etyapti. Shunaqa zo'r bo'lyapti darslar, shunaqa zo'r narsalarni tushuntirib beryapman. Qizlarga rostdan ham yoqyapti, maza qilishyapti. Har kuni odzivlar yozishadi. Men prosta odzivlarni уже yuklamay ham qo'ydim. Ya'ni darslar haqida qanaqa bo'layotgani, ularni qanaqa ochayotgani, lampochkalarim yonib qolyapti. Umuman ma'lumotlar zo'r, bilimlar zo'r, maza qilyapman, yoqyapti, o'zgaryapman deb yozishyapti. Hali qo'shilish imkoni bor. Mana shu videoni pastida kontakt qoldiraman. Tez yozib qo'shilib oling, chunki juda ham zo'r ochib beradi sizni, juda ham zo'r o'stirib beradi.